Ameliga Universal oshxonaga tashrifda chiroyli chiqadigan mazali tovada qizil barxan to'rtini tayyorlaymiz. Juda ham chiroyli hamda tez va oson tayyorlanadi. Goodwell. Разумно. Просто. Совершенно. Birinchi idishimizga elangan unimizni solamiz. Kakaoni solamiz. 1,5 choy qoshig'ida soda hamda vanilin solib, bir xil bo'lgunicha venchik yordamida aralashtiramiz. Endi idishimizga 4 ta tuxum, 300 ml sut, 180 gram shakar, o'simlik yog'i solamiz hamda buni ham bir xil bo'lgunicha yaxshilab aralashtiramiz. Aralashgandan keyin yarim choy qoshiqda yoki 1 choy qoshiq rang solamiz. Ozgina-ozginada rangi chiroyli qizil rang bo'lguncha solamiz. Xohlaganlar yellidan yoki suyuq rangdan foydalanishingiz mumkin. Qizil rangga kirgunicha solasizlar. Endi suyuq massa bilan unli massamizni yaxshilab sekin-sekin aralashtiramiz bir xil bo'lguncha. Ichida dumaloqlar qolishga emas. Yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan keyin bir osh qoshiqida uksus solib, 1-2 marta yaxshilab aylantirib olamiz. Tayyor xamirimizni 3 ta qismga bo'lamiz, teng qilib. Endi tovamizni ozgina olovda 3-4 minut qizdirib olib, o'simlik yog'ini yog'lab olamiz. Juda ko'p yog'lash shart emas. Birinchi xamirimizni solib olamiz. Ustini yopib, sochuv yordamida artib olishimiz kerak. Bo'lmasa, korjini shunaqa qilib namlangan qopqog'ini artib olamiz. Mana korjimiz pishib chiqdi. Usti quruq bo'lishi kerak korji, qo'lga yopishishi kerak emas. Mana tegi ham osongina ko'chib chiqadi, juda ham yumshoq bo'lib pishadi. Hamma korjlarimizni xuddi shunaqa qilib pishirib olamiz. Tovamizni yog'lab, keyin xamirimizni quyib, xuddi shu minutlarda pishiriladi. Qolganlari ham bir xil qilib. Mana 3 ta korjimiz ham tayyor. Pishib, yumshoqqina bo'lib pishib chiqdi. Endi korjlarimizni chetidan ozgina kesib olamiz. 1 cm atrofida kessanglar yetadi. Men ozgina ko'proq kesgan uchun urvog'idan ozgina ko'proq qoldi. Sizlar 1 cm kessanglar. Endi krem tayyorlaymiz. Kremni 700 gram smetana, menda uy smetanasi. Qaymoqli smetana, ya'ni 5-6 qoshiq saharning pudra solib yaxshilab ko'pirtiramiz. Mana xuddi shunaqa quyuq bo'lib ko'pirish kerak. Endi korjlarimizni qo'yib, kremimizni surib chiqamiz. Xohlaganlar korji yana yumshoq chiqishini xohlaganlar sut bilan propitka qilishingiz mumkin, lekin men smetanali krem bo'lgani uchun propitka qilmadim. Albatta bu kremga uy sharoitida tayyorlangan smetanadan foydalanganingiz yaxshi, yog'liroq bo'ladi hamda chiroyli ko'pirib chiqadi. Agar ko'chani smetanasini olsanglar, magazinnikini olsanglar, kechqurunda marliga solib, dushlarga solib qo'yinglar, ozgina suvlari chiqib ketishi kerak. Hamma yog'iga bir xil qilib kremimizni surib olamiz, tekislab. Endi chetidan kesib olgan quliylarimizni yaxshilab blenderdan o'tkazib olamiz, mayda kukun qilib. Tayyor tekislab olgan tortimizga chetlariga, ustilariga bir tekisda qilib, urvog'ini sepib chiqamiz. Avval yonlariga, keyin oxirida usti tarafiga sepamiz. Ustiga ozgina shanti kremdan bezak berdim. Xohlaganlar boshqacha qilib yasatishingiz ham mumkin. Men oddiygina qilib bezatdim. Tortni 4-5 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz, yaxshilab yumshashi uchun.
Ko'rganinglardek tortimiz tez va oson tayyorlanadi, ko'p vaqt olmaydi. Mana ichlari juda ham chiroyli chiqadi. Mazasi ham juda ham zo'r.